hey tozalab arting. O'zi chang bo'lmagan joy qolgani yo'q. U kelin bor uyga ham o'xshamaydi o'zi. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha, hozir. Kirib boqadi. Ye, ona, assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Sizdan boshqa odam yo'qmi Polatda degan? O'zi keliningiz aytadi. Ha, bu kelin o'zidan ortmaydi-ku bolam. Kim qiladi? Nima deganingiz? Keliningiz uyda bo'lsa, o'zi qiladi keliningizni. Ha, xotini endi ish boshladim desa, bolasi yig'laydi. Bolasi tinsa, onasi telefon qiladi. Bu uyi hamma ish o'zimga bolam. O'zim qilaveraman, qo'yver. Nima desam shunga uylanding. Shunga uylanding. Nima kelding? Ovqat devorliklarni ovqat qilib qo'yuvmidi? Nima ochib ketuvdi. Nima deganingiz bu? Keliningiz ovqat qilmadimi? Ha, qilaman o'zim. Vaqti yo'q uni. O'zidan ortmaydi. O'zim qilaman hozir. Shuni hozir chiqaman uni. To'xta. Gapim edi birinchida. 1 million olib chiq. Xo'p, ona hozir chiqaman. Shu mana. Cho'chigimdan pul olmading? Adasi 1-2 man olganmanmi? Pulingiz qayerda turishini ham bilmayman. So'rayapman sendan. So'rab bo'lmaydimi endi? Men olmadim rostdan ham. Ha, bolam? Puling yo'qoldimi? Mening cho'nchagimga pul qo'yib qo'ygandim. $100 kam chiqyapti. Ha, qara. So'ra. Bu uyda bitta men yashamayman. Sen xotining ham bor bu yerda. Qara sumkalarini qara, yastig'ini tagini qara. Qara bolam. Shoshmadi. Ham seni sumkangmi? Ana. Bu nima deyapman? Sendan so'rayapman. Voy, bu meniki emas, adasi, Alloh guvoh, men olganim yo'q. Ha, yaramas. Seni kashlugingdan chiqibdi-yu. Hali sen shunaqa bo'ldingmi? Ha? Ha, yaramas. Hali sen meni pulimni o'g'irlaydigan bo'ldingmi? Voy, men olganim yo'q, nega menga ishonmaysiz? Qara. Tur, yo'qol ko'zimdan. Yo'qol ko'zimdan. Jahl qilishni ham biladi. Qara, qizim. Qo'rqib ketding-a? Biz urushmayapmiz oying bilan. Ada, oyim pulni olmaganlar, o'g'lim olganlar, qo'rqib qoldim ben.